Assalomu alaykum va rahmatulloh akalar ukalar. Mashinani bu yerda jinnis chiqib qoldi. Full option Kia Sorento 2021 2.5 объемda benzin 40 ming mil yurgan ekan. Mashina почти готовый. Eshigi ozgina ezilib qolibdi, bu yaxshi ko'rinmayapti. Lekin o'zini to'g'rilab qo'ysa bo'ladi yoki ikkita pustoy eshik olib sizlarga solib beramiz. Mashinada 360 kamera bor, panoramli lyuk. 7 mesli eng zo'ri. Oilani olib dam olishga bemalol ketasizlar. Kapitalskiy sidena, orqada ham sidenasi bor. Salonni qaranglar. Hamma navorot bor mashinada. Hech qanaqa bir ayrabaglar otilmagan. Mashinani $9,800 bilan chiqaribdi. Balkim 10 ming, balkim 11 ming. Inshaalloh 12 mingga lekin olsak arziydigan mashina ekan. Agar bilan yakkan bo'lsa ikkita eshigi ozgina sidirib ketib o'nglatib qo'ysak bo'ladi. Mashina o'ta ajoyib variant ekan lekin. Qiziqqanlar bizga aloqaga chiqinglar. Bu mashina bugungi auksionda o'ynaladi, olib sizlarga xolasizlarni aytaman, eshiklarni ham o'nglatib jo'natib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli tug'anlar. Ford Raptor el suygan bizning to'g'ri rayonlarga jo'natgan mashina. O'ta buyuk jasalib qo'yilgan ekan. 2020-yil 86 ming probeg. 4 eshikli. O'ta moshli mashina ekan. Tayyor variant, hech qanday bir повреждение yo'q. Tayyor, ortqa zontiklarida turadi. Qarasanlar ustundagi nimalarni biz jasatib zontiklarni jo'natib beramiz. Mashina tayyor variant. Kimga bir qiziqdi bo'lsa, mashinani ko'rgili. Bo'lsa bugungi auksionda o'ynaladi. Qo'ldan kelishincha arzlarga olib, O'shcha Bishkekka jo'natib beramiz. Yaxshi variant ekan. Qo'ldan chiqarmanglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh akalar ukalar. Honda Accord 2023 juda ajoyib variantda. Hech qanaqa bir urilgan joyi yo'q, готовый variant. Mashinani qaranglar. O'ta go'zal, start stop, avtohol, hamma navorati bor xullas. Agar minib, maza qilib yuradigan mashina. Otalarimizga, akalarimizga yoki ustozlarga bir sovg'a qilgani ham juda go'zal, ham chiroyli mashina. Bularda motorlari kichkina bo'lganligidan 1.5 bo'ladi motorlar. Rastamoshkalar arzon bo'ladi. Yo'l kirasi ham unaqa qimmat emas. Agar kimga bir qiziq bo'lsa bizga aloqaga chiqinglar. Mashina tayyor. Bugun pul bersanglar, bugun mashinani chiqarib olamiz. 27 ming mil yurgan ekan. 2023 Honda Accord. Qancha pul bilan boshlangani yozilmabdi. Bu 11 ming atrofida beradi. Ozgina shu bamperda chizilgan joyi bor ekan. Bu endi muammo emas. Balki polirovka qilsa chiqar, maylarda ozgina bir o'chgan joylari bor. Boshqa bir ishi yo'q. Готовый mashina. Assalomu alaykum va rahmatulloh akalar ukalar. Gibrid Sonata 2018 22 ming dirham bilan chiqdi, ya'ni $6,5 ming. Bu mashinani olib Saudiyaga olib borib taksovat qilsalar bo'ladi yoki Emiratning o'zida rentakar arendaga bersanglar ham bo'ladi yoki o'zingizlar minsanglar ham o'ta yaxshi variant ekan. Mashina urilmagan, tayyor готовый variantda. Juda zo'r. Biz o'zimiz ham qiziqdik. Lekin bizning mashinamiz borligi uchun bu ikkinchi mashina bo'lib qoladi. Lekin olib arendaga berib qo'ysalar yaxshi mashina. Panoramli lyuk, kojinli salon, ajoyib variantda. Hamma navorot bor ekan mashinada. Ko'ringlar, agar kimga qiziq bo'lsa, mana shu issiq yillar uchun zo'r mashina ekan. Chunki saloni ham oq. Yozda qiylanmaysizlar, maza qilib minasizlar. Agar kimga qiziq bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, qo'ldan kelgancha buni olib beramiz. Zadniy tayinligini qo'yib qo'yamiz ekan. Mashina bo'tar ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh akalar ukalar. Honda Sonata o'ta yaxshi variantda. Kuzatib borgan bo'lsanglar, hech bir avjdanasi og'ir, qattiq bir Carfaxli mashinalarni videolarini chiqarmaymiz. Iloji boricha elga yengil bo'lsin deb tayyor mashinalar ko'rsatiladi. Mashina full panorama, start stop, abdu podogref, hamma navorotlari bor ekan.
Buni ishi shu o'ng taraf krilosida ozgina qurilgan joyi bor ekan. Olib Bishkekka borib taksomat qilsangiz ham zo'r, maza qilib mingani ham yaxshi mashina ekan. Sveti ham o'ta chiroyli, beli jemshuk. Krilosini o'zini to'g'rilab qo'ysak bo'ladi, bamperi o'zi qatiriladi. Eshigini ham agar bir yaxshi ustalarimiz bo'lsa, o'zini to'g'rilab beradi yoki quruq bir eshik olib sizlarga solib beramiz. Hadovoyni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Boshqa hech bir yerida urilgan joyi yo'q. Mashinamiz 0 dirham bilan chiqqan, 85 ming probeg. Juda yaxshi 2020-yil. Qiziqqanlar bo'lsa bizga aloqaga chiqinglar. O'rtacha bahoda bir 9 ming bilan 10 ming orasida beradi shu mashinani. Olib O'sh Bishkek qayerga desanglar yetkazib beramiz.